Yoshlikda mashaqqat chekkanning gram zarari yo'q. Assalomu alaykum, men ismim Mirsayit. Men Toshkent tumanida turaman. 18-maktabda o'qiyman. Yoshim 15da, 9-sinfman. Nima uchun robototexnika o'rganyapsiz? Robotlar yasashga qiziqqanman. Keyin oyim robototexnikani 5-sinfimdan beri qidiryotuvdilar. 8-sinfimda meni robototexnikaga berishdi, mana shu robotga. Bir yildan beri o'qiysizmi? Zo'r. Kelajak orzularingiz qanaqa? O'zim robotlarni yasab, telefonlar, mashinalar, искусственный intellekt qo'shib, shular o'ziligicha harakatlanib. Qaysi tillarni bilasiz? Ingliz tili, o'zbek tili, rus. Ingliz tili qay darajada? Intermediate. Zo'r. Kitob o'qib turasizmi? Endi o'qishni boshladim, oldin o'qimasdim. Kitob o'qinglar, xo'pmi? Kerak. O'zingiz ham o'qing, bular ham majburlang. Yoshlikda mashaqqat chekkanning gram zarari yo'q. Hech kim bilib qolmagan. Odamlar sizdek paytida dunyoni egallagan. Siz bo'lsa kitob o'qimayapsiz. Nimalar aytib bergingiz kelyapti? Men ham o'zimni kompaniyam bo'lishini xohlayman, komandam bo'lishini xohlayman. Robotlarni yasab, keyin mana shu odamlarga yordam beradigan qanday robotlar, mashinalarni ishlab chiqarishim keladi. Zo'r. Ota-onangizga rahmat, katta yigit bo'ling, xo'pmi? Orzularingizga, maqsadlaringizga erishing.